Mana do'stim, issiqxonamiz. Bodringlar mana. Hammasini bagini olib chiqdik. Baglar shu tepasida ikkita-uchtadan bir qolyapti. Mana hammasi guli, mevalari. Mana yonidagi bachkalarni olib qoldik. Ko'rinyaptimi? Mana tepadan uzunasiga shunday ochiq. Mana yonlari. Yonlari ham aylanasi. O, ko'rinsa teshik. Mana. Endi mana bular ekan balki. Qo'ygan mana. Bitta kasal barka olish qo'ygan ekan, uzib tashlaymiz. Mana bark. Bu yog'ida ham mana tepa uzunasiga ochiq. Shuni yozib bitdan keyin nima setka tashlaymiz demoqchiman. Endi mana sizga hozir ko'rsataman kasallangan barglarni. Mana shu yerda ozgina qoldi. 10 metr 15 metr ishlatsak bo'ldi. Bu sorti Riga. Chekkamiz Fantina. Chekkadaglar Fantina. Tagi mana namlaklari. Teplisamiz yaxildi, bitta tepilsa unaqa nima emas. Issiqlikda hozir sizga issiqlikdan ko'rib aytib beraymi? Necha gradusligini? Unaqa issiq emas. Hozir ko'ramiz mana barglari kasallangan. Mana 36 ekan. Tashqari ham 31 32, issiqxonasi 36. Mana barglar. Endi shunga mana aytgan doringizni retseptini qanaqa nima qilish kerak, shular haqida bir tavsiya bersangiz, o'zingiz nima deysiz, mana o'zinasiga ko'rasangiz.